Dersimizi davamlaştırmaz hürmetli vatandaş. Yukarı leksiyanın davamı bugünkü islaha 2021 yıl 8. ayının 29. günü haftaga yakshanba. Chet el kuchlarının qo'l selishi tufayli Uyg'uristonda Uyg'ur qurolli qo'zg'olonchilar bo'libmi Janubiy Uyg'uriston qurolli qo'zg'olonchilarining Sovetlarga qarshi kayfiyati kun sayin ro'shanlashishga boshladi. Sovetlar Ittifoqining dokladida tuvandagidek ahvollar ma'lum qilindi. Birinchi, Janubiy Uyg'uristonda qurolli qo'zg'olon qilgan qo'zg'olonchilar orasida ko'p qism Sovetlar Ittifoqi chegarasi ichidagi aholilar bilan urug' tuqqanchilik va boshqa munosabatlarga ega ko'chmanlar va O'rta Osiyodan kelgan Sovetga qarshi unsurlar bor. Bunun içinde Qashqar tabasida yaşayotgan 60 ming kishilik 60 ming nafar Sovet ittifoqilik qirg'iz ko'chmanlar bor. Ikkinchi, Angliya Janubiy Uyg'uristonda portlagan qurolli qo'zg'olonga qo'l soldi. Hamda Janubiy Uyg'uristonda Jungoning sirtida mustaqil musulmon davlati qurish g'arizi bor. Üçüncü, Sovetlar Ittifoqining ichki qismidagi pan-islomizm va Sovetga qarshi kuchlarning boshlig'i Qashqarda xizmatlarni qanot yaydirdi. Balki ular kuch tashkillab Qashqar tarafdan Sovetlar Ittifoqi territoriyasiga hujum qilishi mumkin. Qashqarga kirgan Jambek degan qirg'izni ko'z tutyapti, shunaqmi yaqinda? Muşundaq ahval vaziyat ostida Sovetlar hukumati Şinjan'ı yerlik militaristlar hakimiyetini qo'llab, Şinjan'ning Uyg'uristonning birligini himoya qilish siyosatini yo'l qo'ydi. Uningdan boshqa Uyg'uriston Xalq Cumhuriyatining Germaniya va Yaponiya bilan maxfiy uchrashganligi Sovetlar Ittifoqining hushyorligini qo'zg'adi. Strategiya jihatdan o'ylaganda Sovetlar Ittifoqi Germaniya bilan Yaponiyaning g'arbiy va sharqiy chegara territoriyalariga Jungoning tahdid paydo qiladi deb hisobladi. Shunglashqa Germaniya Yaponiya kuchlarining Sovet Ittifoqining yumshoq bo'laklariga va O'rta Osiyoning atrofidagi rayonlarga qo'l tiqishiga ruxsat qilmaydi. 1933-yılı 12. ayda ve 1934-yılı 1. ayda Sovetlar Ittifoqi 2 qatim askari chiqarib, Shinshesayni qo'llab, uning siyosiy raqibi Jang Pivan Shimoliy Uyg'uristondagi Majungying kuchlarini tarmar qildi. Shuningdek keyin Sovetlar Ittifoqi Shinshesayning Şinjan'ni birlik keltirish harakatini qo'llab va Janubiy Uyg'uristonda qanot yaydirib, teg'i uchini yangi qurilgan Uyg'uriston Jamhuriyatiga qaratdi. Tağatlab Janubiy Uyg'uristonga chekingan Majungyingning asosli kuchlari avval yurib Aqsudan Qashqarga chekinib, Qashqarda turayotgan Mapuyivan, To'qqizaqda turayotgan Majansan va Mashavu bilan birlashdi. Mapuyivan andin yana kim o? Yana biri Majansan andin Mashavu bilan birlashdi. Matitay. 2. ayının 6. günü Mapuyivan qatarlıqlar Qashqar shahri ichiga besib kirib, Qashqar shahrini qonga bo'yidi. To'qqizaqda turayotgan Majansan qancha kishilik askar bilan turadi Uyg'urim, To'qqizaqim, Qashqarim. To'qqizaq, Qashqar bir o'lka barobaridagi yurt makonlarimizga kelgan. Tungan To'qqizaqda qancha askar bilan turadi Uyg'urim, To'qqizaqim, Qashqarim. Senin ulağı kuchun yetidi, men bununla ishoniman, lekin senin kuchun yetmaydigan bir nokta var. Onun beşideki selle, onun ağzıdaki Allahu Ekber. Mana bunun kuchun yetmaydi. Uyg'ur. Muşunun kuchun yetmaydi.
Şoňa kolony goýuşduryp parap durdum. 2-nji aýynyň 6-njy gününde Tungan Kaşgar şährini kanygy boýudy Uýgur. Ben bu tarihni sana sözlep belsem, yeşip sözlep belsem, bu tarih yazılmagan tarih, oňlamagan tarih, insan şergili bolmaýdygan tarih. Men şonu sual koyayım, men Uygurum, şu wagtda Kaşgar Tokuzakda majensaňdan kança kişilik askeri, kança kişilik Tungan askeri bar idi dep sual koyayım men sana Uygur. 2-nji aýynyň 6-njy güni mapuýan Katarlyklar Kaşgar şäheri içige besip girip, Kaşgar şäherini kanygyp boýudy we egelledi. Cumhuriyet, Uýguristan Cumhuriyeti agdyryldy. Sabutdamyň Lazim Nazarband bilen Ürümçige elip kilinip, Ürümçide katliam kılındı. Memtimin buğra Hindistan'a kaçıp çıkıp ketdi. Devamını anlayış hörmetlik vatandaş.